Ahvolni ko'ryapsizlarmi? Kechaga issiq, kunduzgi issiq-u, mana bugungi ahvol. Buni Michigan deydi, shimol. Mana borgan sari battar bo'lib ketyapti. Yana kechasi bundan ham battar bo'ladi deyapti. Biz turgan shahar shimolga yaqinligi uchun, keyin ko'l borligi uchun qor ko'p yog'adi. Dizel 3.65 bugun. Yaxshi, ammo shoshilmay sekin ketyapti. Deyishim bilan mana Eshonvoy mindulab ketyapti. Baloni yaxshi bo'lsa bo'ldi. Birovga zarari yetmasa bosaversin. Shunaqa gaplar Amerikada.